Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Nima qilsam qalb xotirjamligiga erishaman? Nima qilsam o'zimni orzu-maqsadlarimga osongina erishaman? Nima qilsam qarzdorlikdan chiqib ketaman? Nima qilsam turmush o'rtog'im bilan munosabatlarim nima qilsam bugungi kungacha meni qiynab kelayotgan har xil tana sog'lomsizliklaridan qutulaman deydigan azizalarim, yaqinroq keling. Bugun yana sizlar bilan mana shu jonli efir orqali sinalgan bir usulimni bo'lishmoqchiman. Bilasiz, 7 yillik ruhiy tajribaga ega bo'lgan 56 yoshdagi mutaxassis, oilaviy va bolalar psixologi Dilbar Husanova siz bilan bo'ladi. Hamisha ishonasizmi? Oldin o'zimda har bitta usulni sinayman, keyin sizlar bilan bo'lishaman. Xabaringiz bor, 29, 30, 31 oktyabr kunlari mutlaq tekin bo'lgan aybdorlik hissi, hukmronlik hissi va shu bilan birga duolarda ijobatini transformatsiyasi haqida bepul vebinar bo'lib o'tdi. Mana shu video lavhalarimiz ostida Telegram kanalimiz ссылкалар saqlanib qolinyapti. Qizlar qo'shilib olib bemalol mana shu darsliklarni bepulga tinglash imkoniyati bor. Agar siz mana shu xotirjamligingizni yo'qotib, doimiy ravishda kun davomida xayollaringizda kim bilandir tortishib, kim bilandir urushib, faqat o'zingiz videoni oxirigacha ko'ring, bitta ajoyib sizlarga praktikam bilan bo'lishaman. Tak, qizlarjon, oldingi videolar, undan oldingi darsliklarimizdan izohlaringizni o'qib ko'rib, minnatdorchiliklaringizni qabul qilaman. Sizlardan ham shu YouTube sahifamizni kuzatib borib, o'zingizni hayotingizda nimalarni xato qilayotganingiz, nimalarni to'g'ri qilayotganingiz, qayerlarda sizga ilm qo'llash uchun dastak yetmayotganligini tahlil qilishga o'tdingiz. Bu juda katta natija. Aslida har birimiz bu hayotga bir-birimizni rivojlantirish uchun kelganmiz. Sizlardan qolayotgan izohlarni o'qib, men bundan keyingi darsliklarga, ya'ni efirga tayyorgarlik ko'raman. Xo'p, qalb xotirjamlikka o'zi nima uchun erishmaymiz? Birinchi sababi, chunki insonlarni kuzatamiz, insonlarni ayblaymiz. Ya'ni turmush o'rtog'imiz uyga olib kelgan biron bir narsani, turmush o'rtog'imiz bilan birga chiqib biron joyga borganimizda, siz bunaqa men aytgan narsani emas, mutlaqo menga keraksiz narsani olib keldingiz. Kimni ayblayapsiz? Turmush o'rtog'ingizni ayblayapsiz. Menga mehr muhabbat bermadingiz, e'tibor bermadingiz, gul sovg'a qilmadingiz. Kimni ayblayapsiz? Turmush o'rtog'ingizni ayblayapsiz. Men aytgan joyga bormadik, yana o'sha singlingizga ketdingiz, oshnalaringiz bilan o'tirdingiz. Kimni ayblayapsiz? Turmush o'rtog'ingizni ayblayapsiz. Va xuddi shu yerda siz ham ayblanasiz. Chunki siz turmush o'rtog'ingizni ayblash orqali sizni butun jamiyat, atrofingizdagilar sizni ayblaydi. Bu birinchi xato. Ikkinchi xato. Biz qaysi vaziyatda bizga muammo qilgan insonlarni onamiz bilan, yaqin dugonamiz bilan, qo'shnimiz bilan muhokama qilganimizda shu insonga nisbatan kibrda bo'layotgan bo'lamiz. Allohni eng yomon ko'rgan xislati kibr sanaladi. Bu ikkinchi vaziyatingiz. O'ylab ko'ringchi, kibr qilasizmi? Siz voy tavba, ovsinimmi? Haligacha homilador bo'lmadi. Eshitdingmi? Qizi ketib qoldi. Siz kimni, qanday holatda, ya'ni uni ustidan hukm chiqarib, hukmronlik qilib, uni muhokama qilganingizda eshiting. Birga bir shu vaziyatda yashaysiz. Ya'ni shu vaziyat bilan sinalasiz. Azizalarim, yaqin sizlarga tanish tuyg'ularni давайте qizlar ichimizda tahlil qilib ketaveramiz. Yana uchinchidan, bizlar kimnidir erishgan yutug'i,
kimnidir oppoq yuzliligini ko'rib, voy men qoraman, yoki kimdir chiroyli kiyingan bo'lsa, voy muncha chiroyli kiyinibdi, lekin menda yo'q degan joyimizda o'zimiz bizga bergan, Alloh bergan ne'mat, chiroy, talant, iste'dod, butun tanamizdagi mexanizm, ko'zimizni yumib ochishimiz, nafas olishimiz, qadam tashlashimiz, og'zimizdan kirgan luqmamizni qancha protsessda hazm bo'lishi va yana tashqariga chiqishi, shu yerda biz Allohni buyuk maqtalgan Hazrati inson ekanligimizni kamsitdik. Bu 3-xato. Azizlarim, bularni hammasi bizni qalbimizga Alloh bizga omonat qilib bergan qalbimizni topa olmaganimizda, qalbimizga tushib xotirjamlik berishga ilmlarni kamligi. Ya'ni solishtirib qo'yamiz, hasad qilib qo'yamiz, kibr qilib qo'yamiz, ayblov qilib qo'yamiz. Bular esa bizani bugungi kunda ayol qizlarimizni oddiygina holatlariga aylangan. Shu sababdan ham qalbimizda xotirjamlik, sakinat yo'qligi uchun duolarimizda xushulik yo'q, hayotimizda baraka yo'q. Azizlarim, keling, 7 yillik ruhiy tajribalarim asosida tez kunlarda 8-noyabrgacha chegirmali narxda va undan keyin 24-noyabrgacha o'z narxida qolgan bor yo'g'i 199 ming so'mlik qalbga yo'l, ya'ni psixologik omillar bilan qarata aytilganda yaratuvchiga, Allohga oshiqlar deb nomlangan kursimizga start beriladi. Bu kursimiz ichiga olinadigan vaziyatlar ichki xotirjamligimizni topish, o'zimizda ichimizda g'alayon bo'lib, uyqash bo'lib ketgan tuyg'ularimizni farqlashga o'tamiz. Kibr tuyg'usi nima, hukmronlik tuyg'usi nima, kimnidir men aybdor qilishim nima, mana iforani aybdor qilaverdim. Axiri qalbimga shunday sakinatni qo'yib, bo'ldi. Men ojizman. Buyuk Robbimga topshirdim deganda hozir juda ham katta bitta ishimizga Alloh yo'l ochib qo'ydi. Ana shu narsalarni anglash orqali hayotimizni 380 gradusga o'zgartirishni istagan qiz va opa-singillarimiz, onaxonlarimiz tezda shu video lavha ostida qoldirilgan Telegram kanalimiz silkasiga qo'shilib oling yoki shu yerda qoldirilgan telefon raqamiga murojaat qiling. Tak, endi qizlarjonlar, yaqinroq kelamiz. Hozir sizlarga bitta qalb xotirjamlikka erishish yo'lidagi bitta zo'r amaliy praktikamni beraman. Biz eshitamiz, orom olamiz va ichimizda tahlil qilamiz. Tak. Sizlarga ilohim bu manfaatli bo'lsin. Har birlaringga kim eshitayotgan bo'lsa, kim shularni ko'rib, davom etib, o'zini hayotini o'zgarishiga nimalar xato, nimalar to'g'ri ekanligini tahlil qilib borish orqali biz sekin-sekin shuncha yil moslashib qolgan nafrat, g'azab, kibr, hukmronlik tuyg'ularimizdan ozod bo'lamiz. Bu xuddiki kiyimni sotib olib, to'lov qilib, kiyimni olib kiyib, mana hozir bu pidjagingiz bo'lmaykan, almashtirish degani emas. Bizani shuncha yillik og'riqlarimiz bor. Mana shunday upakovka qilib shuncha vaziyatlarimizni taxlab qo'yibmiz. Ya'ni nima qilib qo'yibmiz? Ichimizga bostirib qo'yibmiz. O'rnashib o'tirib olamiz. Qizlar, bundan keyingi darsliklarimizga albatta bir stakan suv ichib ol, kiringlar. Va darsligimizni o'z yaqinlaringizga albatta ilining, qo'ng'iroq tugmachasini bosishni unutmang. YouTube sahifamizga obuna bo'lishni ham unutmang. Sizlar bilan uzoq yillik oilali,
o'z hayotimda menga dars qilib berilgan turmush o'rtog'im bilan bo'lgan munosabatlarini yechib, bugungi kunda 45 mingdan oshiq ayol qizlarimizni hayotini o'zgarishiga sababchi bo'lib kelayotgan tajribali mutaxassis Dilbar Husanova. Ko'zlarimizni yumamiz, bizga berilgan hozirgi mana shu imkoniyatdan to'g'ri niyatda o'tirib foydalanamiz va chuqur nafas olamiz. Siz naqadar mukammal, Allohni eng sevimli va siz dunyoga kelganda buyuk yaratuvchi judayam xursand bo'lgan Hazrati insonsiz. Sizga mana shu yer planetasida yashash baxti berildi. Butun miyamizni, tanamizni, barcha hujayralarimizni to'yintiramiz nafas olib. Kislorodga to'yintiramiz. To'yindingiz, ko'zlaringizni yuming. Sizni ichingizda shunaqangi buyuk Robbimni, ya'ni yaratuvchini buyuk mexanizmi ishlab turibdi. Nafas olishingiz, o'tirishingiz, ko'rish his-tuyg'ungiz orqali butun borliqni ko'rish, tafakkur qilish his-tuyg'usi orqali insonlarni shaklini ko'rish, tabiatdagi rang-barang gullarni ko'rish. Shu yer kurrasida inson, Hazrati inson uchun yaratilgan turli xil mevalar, turli xil jonzotlarni tanovvul qilib, ularni ta'mini his qilish uchun sizga Robbim xalqon berdi. Mashalloh. Va hamma narsani bizga oson qilib qo'ydi. Biz qachonki ilohiy qonunlarni buzganimizdagina inson ranjiydi. Allohga isyon qiladi. Allohga savol beradi. Nimaga bunday? Meni hayotimda nimaga bu narsa ro'y berdi? Va bugun siz shunchaki o'tirib qalbingizdagi og'riqlar bilan yuzlashing. Nimaga o'zingizni kamsitasiz? Nimaga o'zingizni ayblaysiz? Nima ish uchun? Nima qilganingiz uchun? Nimaga o'zingizni solishtirasiz? Nimaga insonlarni ustidan hukm chiqarasiz? Qarang, qalbingizga tortilib kelayotgan zanglagan zanjirlarni qarang. Bular hammasi qalbingizdagi og'irliklar, yuklar. Ularni har kuni ko'paytirib boryapsiz. Har kuni og'irlashyapsiz. Yosh bo'lgan tanangizni har kuni ruhiy azoblar bilan qiynab, qarilishlikka, keksayishga, energiyani sarob bo'lishiga o'zingiz olib kelyapsiz.
shunchaki o'tirib bularga qalban quloq tuting, bularga qalban bog'laning, ortingizga qarang. Shuncha umrni yashab o'tib qo'ydingiz. Oldinda esa yana qancha vaqt yetib boradigan manzilimiz qancha ekanligi bizga ma'lum emas. Hech qanaqasiga bizga ma'lum emas. Oftobim, sizga nima xalaqit qiladi shu qalbingizdagi zanjirlarni butunlay uzishga, butunlay ularni qalbingizdan chiqarib tashlashga nima xalaqit qiladi? Savol bering. Dangasalikmi? O'z ustingizda ishlashga qaror qilolmaslikmi? Qo'rquvlaringizmi? Kimdandir ruxsat so'rashim kerak degan bog'liqlikmi? Lekin har tong otganda manzil tomon marraga yetib kelayotganligingizni esa hech kim to'xtata olmaydi. Hech kim sizga to'xta deb to'xtata olmaydi. Qalbga yo'l aslida bu yer kurrasiga qalbimizga yo'l topish uchun kelganmiz. Qalbdagi zanjirlardan ozod bo'lib, yengil pardek, kapalaklardek uchishni, parvoz qilishni niyat qiling. Parvozingiz shunday yengil bo'lsin, bundan maza qiling. Agar yig'lagingiz kelayotgan bo'lsa, maza qilib yig'lang. Ularni qalbingizda ushlamang. Yana chuqur nafas olamiz. O'z qalbimizga quloq tutamiz. Yana chuqur nafas oling. Hazrati inson ekanligingizni, Allohni maqtalgan bandasi ekanligingizni his qiling. Siz yagonasiz. Ha, siz yagonasiz. Sizni ko'piyangiz yo'q. Sizni millionlab, milliardlar ichida Robbim sizni yagona qilib yaratdi. Chuqur nafas olib, endi ko'zlarimizni ochamiz. Oftobim, oching ko'zlaringizni. Yon atrofga qarang. Siz hayot safaringizda davom etyapsiz. Yashayapsiz. Nafas olyapsiz. Aslida bu yerda hech narsa qiyin emas. Sizni buyuk yaratuvchi hamma qalbingizdagi gumon va niyatlaringizni sizdan-da tezroq eshitadi. Mashalloh, tabarakalloh. Bizni har birimizga Alloh yordamchi. Har nafasimizda u biz bilan. Ko'zlarimizni ochamiz. Qizlarjon, o'zim ham shunaqa maza qildim. Haqiqatdan. Yana bugun manzilimiz tomon
Bir kunlik umrimizni yashab o'tdik. Ertan bizga ma'lum emas. Sizni qiynayotgan qalbingizdagi shuncha og'riqlarga isyon qilmang, ular bilan kurashmang. Shunchaki ularni qo'yib yuboring. Men qo'yib yubora olmayapman, ustozjon, men kechira olmayapman. Onamga azob bergan kelinimni qanday kechiray? Menga qo'l ko'targan turmush o'rtog'imni qanday kechiray? Qarzdorlikka kirib ketdim. Meni olgan pullarimni bermaydigan insonlarni qanday kechiray? Agar muvaffaqiyatli sizga berilgan imkoniyatlar kalitlarini ochib qalbingiz tomon yo'l olishni istasangiz, keling, siz bilan 2 oy davom etadigan qalb oshiqlari, Allohga oshiqlar kursida uchrashamiz. Ha, eshitganingiz to'g'ri. Siz kechga qolmadingiz. Vaqt bor, ammo vaqt sizni kutib turmaydi. Vaqt g'animat. Biz har kuni safarimiz tugab borayotganligini va darsimiz nima ekanligini anglaydigan fursat yetib keldi. Mashalloh. Qizlarjonlar, qanaqasizlar? Mana shu darslikni qalbingizdagi har bitta vaziyat va holatlarini his qilish, ularni qanday qilib qo'yib yuborish, bulardan qanday qilib chiqish, o'zimizni yengil his qilish haqida judayam ko'p amaliy praktikalar bilan boyitilgan Qalbga yo'l degan kursimizga 20-noyabrda start beriladi. Tezda shu video lavhamiz ostiga qoldirilgan Telegram kanalimiz ссылкasi orqali bo'lishing, ulaning va Telegram kanalimizda administratorlarimizga murojaat qiling yoki bo'lmasa shu yerda qoldirilgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Siz bilan uzoq yillik oilaviy tajribaga ega oliy ma'lumotli psixolog, bolalar va oilaviy psixolog Dilbar Husanova bo'ldi. Aytgancha izohlaringizni yozing. Men albatta sizni izohlaringizni o'qiyman. Bundan keyingi terapiya darsimizda ko'rishguncha deb qolaman. Sizlarni judayam yaxshi ko'raman. Barchalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Qalbimni oftoblari. Men shunday deb sizni atayman.